أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz o'quvchilar, oldingi darsimizda farzning nafli sunnat amallarning oldida qo'yiladiganligi va nafli amallardan sunnat amallardan farz amal, mayli u farz ayn bo'lsin, mayli u farz kifoya bo'lsin, cho'qim nafllarning oldida turadiganligi haqida biz darsimizda so'zlagan. Oxirisida sunnat amallar bilan nafli amallar bilan shug'ullanib farz amalga ta'sir yetkazgan yoki farz amalni tashlab qo'yishning xato ekanligi haqida so'zlagan darsimizni shuning bilan oyoqlashtirgan. Bugun avlaviyatu fardil ayn ala fardil kifaya. Fardi ayn ne fardi kifoyaning oldida qo'yiladiganligi, farzi aynning farzi kifoyadan a'loligi oldida qo'yiladiganligi haqida to'xtalamiz. Ana farzi ayn unima? Farzi ayn degan Allah subhanahu va taolo buyurgan buyruqning her bir mükelleftin kılgan yoki kılmaganligini bir vasıta talep kıladigan ve onunla bir vasıta qaraydigan amel bu farz-ı ayn bo'ladi. Ve farz kifoya degan onunda Allah Taala kılıkның yani buyruqning kılınmaganlıqqa qaraydigan. Ama her bir mükellef onu kıldımı, kılmadımı onunla qaramaydigan amel bu farz-ı kifoya bo'ladi. Masalan, ölükni, meyyitni dafn qilish ishiga o'xshaydi. Meyyitni dafn qilish ishida her bir kişinin bir vasıta meyyitni dafn qilishga qatnashib qilishi o talab qilinmaydi. Her bir mükellef cho'qim o'zi bir vasıta meyyitni dafn qilish ishiga qatnashish yoki o ketgan yerda birasi qilib qolgan bo'lsa yoki sel kelib birasi sel suvda eqib ketgan qolsa uni qutqizib olish ishida her bir insan qazmadimi shari onunla qaramaydi. Belkim qutqizib olindimi yoki meyyit dafn qilindimi bunga qaraydi. Agar uni bir turkum kishilar meyyitni dafn qilgan bo'lsa yoki eqib ketgan qopgan kishini qutqizib olgan bo'lsa boshqa kishilar buningdan xalos bo'ladi va gunohkor bo'lmaydi. Mana bu farz-ı ayn bilan farz-ı kifoyaning o'rtasidagi farq. Demak, farz-ı ayn buyurilgan buyruqlarni her bir mükellefning icra qilishi talab qilingan buyruqlar bu farz-ı ayn. Ama buyurilgan buyruqlarni her bir mükellefning icra qilishi talab qilinmasdan belkim şu buyruq icra qilinsa ve o buyruq amel qilinsa muayyen bir kishi tayin qilinmasdan şariatning maqsadi amalga oshadigan buyruqlar bu farz-ı kifoya bo'ladi. كما أن الفرائض مقدمة في الرتبة على النوافل بلا نزاع فالفرائض في نفسها متفاوتة. Farizler mertebede
naflilardan muqaddam bu shaksiz muqaddam. Shuning uchun farzlar o'z zotidami farqli. Shak shubhasiz farz, mayli u farzi kifoya bo'lsin, mayli u farzi ayn bo'lsin, qilishning talab qilinishida va ahamiyat berishga tegishli bo'lishida nafli sunnatdan muqaddam. Nafli sunnatning oldida, nafli sunnatdan burun qo'yiladi. Buningda hech qanday bir fuqaholar, ulamolarning fikri yo'q. Ammo farzlar kelsak, farzi ayn, farzi kifoyali kelsak, farzi aynmi, farzlarmi o'z zotida farz bo'lishlikda farqli. Ba'zi farzi ayn, ba'zi farzi alal kifoya. Yuqori degandek, bu ilohiy buyruqlarning. Bu farqli. Unda bo'lganda farzi ayn, farzi kifoyadan muqaddam oldida qo'yiladi va uni qilish talab qilinadi. Ta'kidlanadigan ishdan birisi farzi ayn, farzi kifoyadan muqaddam bo'ladi. Bu ta'kidlanadi. Musulmonlar amal qilishda qilgan amallarini bo'lishi lozim. Her bir ish qilmoqchi bo'lsa, cho'qim musulmon u ishni qilishni bilishi lozim. Masalan, to'y qilg'ili qopti. O to'y qilgandan keyin oilani qanday qurdi, nima ustiga qurdi, oilaning qanday bir mas'uliyatlari bor, qanday haq huquqlari bor, erning huquqi nima, ayolning huquqi nima, balaning ota-ona ustidagi haqqi nima, bu masalalarni bilish talab qilinadi. Agar birisi tijorat qilmoqchi bo'lsa, tijoratda harom, halol qaysi? Tijoratni fasid tijoratga aylantirib turgan ishlar qaysi va sahih tijoratlar qaysi? Buni bilish u musulmondan talab qilinadi. وذلك لأن فرد الكفاية قد يوجد من يقوم به فيسقط الاسم والحرج عن الآخرين. فرض عين فرض kifoyadan muqaddam qilinishi, farz aynning farzi kifoyaning oldida qo'yilishi, chunki farzi kifoyani qilayotgan kishilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun boshqalardan, qilmaganlardan gunoh va surishtirish soqit bo'ladi. Ammo uni boshqalar qilgan bo'lg'achqa Alloh taolo boshqalardan surishtirmaydi va boshqalarni nimishga qilmadingiz deb uni jazolamaydi. Shunga buning martabasi farzi aynning martabasidan tuvanroq bo'ladi. Ama farzi ayn her bir mukelleftin qilmaganlıqqa surishtiriladigan ve qilgan qilmag'iniga qarta jazo mukofot uningga bog'lanadigan bo'lganligi uchun farzi kifoyadan farzi ayn muqaddam. Ammo farzi ayn fala badila lah, uning o'rnida turadigan bir amal yo'q. Hech kim onunla farzliki muayyenleşken kişinin o'rnida turolmaydi. Onun farzi en bo'lgan bo'lsa bir shaxsga bir amal, boshqa shaxs onun o'rnida qo'yolmaydi. Masalan, namoz, ro'za, zakat deganiga o'xshash yoki tavhid ilmlariga o'xshash. Mana bu amallar farzi ayn amal bo'lib, bu amallarni başka bir kişi kim bo'lsin onun o'rnida turib uni qilib qo'yolmaydi. Cho'qim uni har bir mukallaf o'zi qilishga tegishli va o'zi qilish undan talab qilinadi. Buning dalili vaqad dallatul ahadisun nabawiyya, payg'ambar alayhissalomning hadislari farzi aynni farzi kifoyaning oldida qo'yishga dalolat qildi.
Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin özünün dalaleti de var. Resulullah'ın farz-ı aynini farz-ı kifayının aldığı koygan ve farz-ı aynga farz-ı kifayının bekrak ehmiyet bergen. Bunun yaxşı misali ata-anıga yaxşılık kılış ve Allah yolunda cihat kılış hakkında kelgen hadis. Cihat farz-ı kifayı bolgan çağda. Mana bu hakda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi geldi. Endi cihat farz-ı ayn mı buludu ve farz-ı kifay mı buludu? Farz-ı ayn cihat qaysi, farz-ı kifay cihat qaysi? Bu yerda biz ikki xil buludu. Cihat ne? Cihadu talab ve cihadu difa deymiz. Talab degen izdep baradigan, düşmanni yurtuga, tuğan o'rniga izdep baradigan cihat bu cihadu talab buludu. Cihadu difa kelgen düşmanni, vatanni bisivilish uchun, xalqni qul qilib olish uchun, hokimiyatni tortib olish uchun, u yurtning ahlini yurtdan qo'g'lab chiqarish uchun kelgan düşmanni qo'g'lab o'tish, ya'ni yurtni qo'g'dash, bu cihat cihadu difa qo'g'dash jihadi bo'lib, bu farz-ı ayn bo'ladi. Ve huve cihadu talab la cihadu difa. Yani bu farz-ı kifay cihat talab izdash cihadi, qo'g'dash, mudofaa qilish cihad emas. Cihadu talab, yani talab izdash cihadi degan düşman o'zining tuproqida bo'lgan, biz uni izlayotgan ve nahnullazina natlubuhu, biz uni izlagan nimishqa saqlanish urushi babidan ve onunla hücum qilishga oldirab, agar uningdan bizni kutayotganlik ve bizde tama qilish alomatlari oshkor bo'lgan chaqda, düşman bizni fursat izlab besib olish, yurtlarimizni tortib olish, bizga tuyuqsiz zarba berish bir ahvollari ko'ringan vaqtda, bunda alomat oshkor bo'lgan vaqtda ve bizden acizlik yerlerimizni taşıyan ve acizlik yerlerimizden izlenivatkan kısıksı bütün maksatları besiveliş, yutuveliş, işgal kıleveliş niyetinde buluvatkan düşmanını onundan saklanış için sen bizge hücum kılıp geliştin burun biz berip sana hücum kılıp senin edepini bireyle de bağan bu cihat farz-ı kifaya cihad buldu. Kanda vakti bolsun bu farz-ı kifaya cihadı buldu. Mana bu çağda bazen kişiler hamma kişilerinin bir hacet kılıdı. Biroq imam hammalarni umumiylik chiqishni talab qilgan chaqda o cihad farz-ı aynga aylanadi. Yana shu dushmanningki yurtiga, vataniga, devletiga berib cihat qilinmoqchi bo'lsa-mu, ammo musulmonlarning imomı bir adam qolmay hammamiz berish kerak. Chunki bunda vaqtda dushman ko'p ham kuchli. Biz borsak dushmanning vatanida cihat qiladigan bo'lg'achqa dushman bilan cihat qilish jarayonida qiltoqqa tushishimiz yoki bizni qopqonga tushirib yerda mag'lub qilish ehtimolligi bo'lsa, umumiylik chiqishni talab qiladi. Talab qilgan vaqtda bu cihat farz-ı ayn bo'ladi. Xuddi Tabuk g'azatiga o'xshash. Rasululloh mana bu Tabuk g'azatida hamma musulmonlarni chiqishni talab qilgan. Mana bundaq vaqtda bu cihat farz kifoya bo'ladi. Ammo difa jihadi, vataningni qo'g'daydigan, millatingni qo'g'daydigan, ya oilangni qo'g'daydigan, yoki diningni qo'g'daydigan, izzatingni, namusingni qo'g'daydigan bundaq cihat bu farz-ı ayn cihat bo'ladi. Ammo bu farz-ı ayn cihat bo'ladi. Bu cihadu talab
yani farz-ı kifoya cihat bilen ata-onaga yaxshilik qilish ikkilisi bir nimaga kelgan vaqtda cho'qim ata-onaga yaxshilik qilish farz alal kifoya jihodidan muqaddam bo'ladi. Jihadut talabda ata-onaga yaxshilik qilish, ata-onaning xizmatini qilish, urush qilayotquchi qo'shinga ketilganlikdan vojibroq bo'ladi. Mana bu uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agalandigan bir ish. Rawash Shaykhan an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. İmam Buxoriy bilan İmam Muslim Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhumadan rivoyat qilib bunda dedi. Bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelib Rasulullahdan jihad qilishga ruxsat so'radi. Meni bu bir mujohidlarning qatiga qatsingiz, jihodiy safga olsangiz, shuning bilan bir jihad qilsam ya Rasululloh deb jihadning fazilati, ulug'ligi va qiziqib Rasulullahning qishiga jihadga izni so'rab keldi. Payg'ambarim ata-onang hayotmi dedi. O kishi shundoq ata-onam hayot dedi. Payg'ambarim sen ata-onangni jihad qilgin, yana ata-onangning xizmatini qilgin, ata-onangni boqqin, ata-onangni xayrvag'in dedi. Demak Rasululloh bu yerda shu kishiga amalni yuklash uchun o kishining ahvolini bilishni maqsad qilgan. Yani bu jihad o vaqtda o kishiga ehtiyoji yo'q edi. Musulmonlarning o kishiga ehtiyoji yo'q edi. Yurt xotirjam bo'lgan vaqt edi. Umuman bu jihad ibodatini bir turkum musulmonlar qilayotgan bo'lg'achqa bu kishiga uningdanmi muhim, uningdanmi vojib bo'lgan bir amal bo'lib qolsa, bu muhim amalni qo'yib, muhim bo'lmagan amalni qilib solmasin deb Rasululloh ota-onasi haqida so'radi. Natijada ota-onasining balig'i muayyanlashganda Rasululloh ota-onaning xizmatini qil dedi. Chunki ota-onaning xizmatini qilish u farz edi. Bo'libmi balalarning ichidan ota-onasini boqadigan kishidan boshqa bo'lmagan chog'ida yoki ota-onasi o'ziga o'zi qarayolmaydigan, o'zining hojatini ado qilolmaydigan, boqquchiga ehtiyojli bo'lib qoladigan bunda bir vaqtning o'zida ota-onani beqish muhimroq bo'lgan ibodatga aylanadi. Ammo uning ota-onasini boshqa kishi boqolmaydi. Ota-onasi uning ota-onasini boshqa bir kishi kelib qarayolmaydi. O çoqum şunun balısının üstüge zimmisiga tushadi. Ama o nafli cihatni, yani farz kifoya cihatni boshqa musulmonlar qilsa bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom ota-onang hayotmi dedi. Ha deganda Rasululloh uni jihad qilgan deb farz kifoya jihatdan farz ayn bo'lgan ota-onani beqish, ota-onaning xizmatini qilishni Rasululloh o kishining ustiga yuklab qo'ydi. Mana bu hadis farz aynni farz-ı kifoyaning oldida qo'yish ekanligini bizga ko'rsatib berdi. Musulmonlar qiladigan ishlarni mana shundoq o'rnini bo'lib qilishi va ustiga tushadigan taklifotlarni va qilishga tegishli amallarni qaysi muhim, qaysi ahamiyatli, qaysi amal mendan qilmasam bir vosita Alloh tarafidan qilmaganligim uchun mas'uliyatga tortilaman, qaysi amalni qilsam fazilat, qilmay qolsam boshqalar qilaversa u mas'uliyatni such qilinmaydigan amal, buni bilishi lozim. Bugungi kunda farz kifoya jihatni deb ota-onalaridan ada juda bo'ladigan, munosabatlarini uzadigan, ota-onalarini haqorat qiladigan, ko'zga ilmaydigan, hattoki bu farz kifoya amaldan to'sdi, cheklidi va uni qilishga qo'ymadi degan sabablar bilan
ata-onalarini tashlaydigan bu ish shariatda gunohga olib boradigan ish, birodarlar. İmam Müslimning rivoyatida mundoq dedi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib mundoq dedi: "Men sizga hijrat va jihodga bay'at qilay. Alloh subhanahu va taolodan ajr izlab." Payg'ambar alayhisalom ota-onangizdan birasi hayotmi dedi. O kishi shundoq, balki birisi emas, ikkilisi hayot dedi. Payg'ambar alayhisalom undaqda ajrini Allohdan talab qiling dedi. O kishi ma'qul. Payg'ambarim unda bo'lsa ota-onangizning qishig'i berib, ota-onangizga yaxshi hamroh bo'ling dedi. Oldi bilan ajrini Allohdan eling demoqchi. Ma'qul Allohdan olay deganda, unda bo'lsa Alloh bekitgan amalni qiling. O'zingiz qiziqqan yoki o'zingiz qilg'ingiz kap qolgan yoki idingizda qilish to'g'ri deb bekitilgan amalni emas, shariatning bekitgan amalini, shariatning talab va taqozosi bo'lgan amalni qiling dedi payg'ambarim. Ma'qul debdi, ota-onangizning qishig'i berib yaxshi hamroh bo'ling dedi. Chunki u vaqtda hijrat farz kifoya edi. Ya'ni musulmonlar o'zining yurtida diniga xohlagancha amal qila oladigan, dinda hech bir to'salg'iga uchramaydigan, dinda aziyatga yo'liqmaydigan, o'zining davlati islom bo'lgan, yashayotgan yurtida islomga qanday shaklda, qanday xohlasa amal qila oladigan bo'lganligi uchun uningga hijrat qilish farz bo'lmaydi. Yana u jihad qilish farzi kifoya bo'lib, boshqalar qilsa bo'ladi. Ammo ota-onaning masalasi bo'lsa, har bir musulmonning ustiga farzi ayn shaklida tayin topadigan va farzi ayn shaklida uning ustiga yuklanadigan bir amal edi. To'g'ri, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaning xizmatini qilish, ota-onasini beqish, holidan xabar elish, buni hijrat va jihodning oldida qo'ydi va hijrat jihoddan muhim, ahamiyatli deb uni bekitdi. Shunga amallarning tartibini, amallarning o'rnini shaxslarga qarata yoki jamoatlarga qarata amallarning qaysi muhim va qaysi oldingi o'rinda qo'yiladi, buni bilishi kerak. Ammo buni biladiganlar cho'qim islomdagi yetishgan atrofli ulamolar bo'lib, bulardan amal qilishda, bulardan maslahat elish va bularning fikriga yenish va shular ko'rsatgan ko'rsatma bo'yicha mumkin ish qilish lozim. O'zimizning fikri, aqli ya o'zimizning xohishi bilan bu amallarni qilib deb o'tirg'i chiqmaslik lozim. Yine Abdullah ibn Amr'dan ham bunda rivoyat kelgan. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keldi. U dedi, "Men sizga hijrat qilg'ili, bay'at qilg'ili keldim" dedi. Mening hijratimni qabul qilsangiz, sizga hijrat qilib bay'at qilsam dedi. Chunki hijratning fazilatining savobining yuqorligini sahobalar anglaganligi uchun ular u amalga qiziqatdi va shu amalni suyatdi. Va ota-onamni yig'ilgan holida qo'yib qo'ydim dedi. Ota-onam menga ehtiyojli, menga muhtoj. Meni qo'yg'usi yo'q, ruxsat qilmaydi. Lekin men unutdim. Gapini tinglashimidim. Payg'ambarim irji ilayhima fa'azhikhuma kama abkaytahuma. Sen ota-onangning qishig'i yenib berib, ota-onangni qanday yig'latgan bo'lsang, shunda kuldagin dedi. Sen gapiga unamay, yig'latib ota-onangni kelgan bo'lsang, yana berib, men sizlarning siziqlardan chiqmayman, deganlarini qilaman deb ota-onangni kuldagin dedi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi, u munda deydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib munda dedi:
men jihad qilishni orzu qilma va uniga qodir bo'lolmayman. Ya'ni qodir bo'lolmayman ya iqtisodiy jihatdagi jihodga kerakli narsalarni men ololmayman yoki o'zimning yeshininki cho'ngligi bilan jihodga qodir bo'lolmayman deb Rasulullohga jihod qilg'usi borligini, ammo shuni bilan birga o'zdirsiningmi borligini degan chig'ida payg'ambar alayhisolatu vassalam ota-onangdan birasi bormi dedi. O kishi onam bor dedi. Payg'ambarim Alloh taolo onangga yaxshilik qilishni udullabdi. Jihodning o'rniga onangga yaxshilik qilishni Alloh udullabdi. Sen onangga yaxshilik qilgin. Shunda qilsang sen hajmi qilgan kishi bo'lsa, yana hajni qilganning savobiga erishsa, ömrü qilganmi bo'lsa, ömrü qilganning savobiga erishsa, mujohidmi bo'lsa, jihad qilganning savobiga erishasan deb Rasululloh bu yerda haj, ömür, jihadning oldida ota-onaga yaxshilik qilishni bekitdi. Muaviya ibn Jahima radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Jazman Jahima payg'ambar alayhisolamga kelib munda dedi: "Ya Rasululloh, men g'azot qilishni iroda qildim ve sizge maslahat sağlık keldim. Peygamberim senin anang bormi dedi. O kişi şunda peygamberim anangni lazım tut. Cezmen cennet anangning tigide dedi. Bu hadisni Tibrani yaxshi sanat bilan rivoyat qildi. Hadisning lafzi bunda: "Men payg'ambar alayhisolamga o payg'ambarimdan jihadga maslahat sağlık kelsam, Peygamberim ata-onang bormi dedi. Men ha dedim. Peygamberim ata-onangni lazım tut. Cezmen cennet ata-onangning tutning ostida dedi." Endi buni bu hadislardan musulmonlar ko'rib olishga tegishli ish farzlarning tartibini bilish. Bu masala. Ata-onaga yaxshilik qilish masalasi Alloh taolo her bir ata-onasi bo'lgan mukallafdan bir vasita talab qilgan amal. Qur'onda nurg'un yerda va ahsinu bil validayni ihsana yoki va bil validayni ihsana, masalan la ta'buduna illalloh, her bir taklif yeshig'i yetgan kishining shahodat, Allohning bilishi, payg'ambarni bilishi, İslam'ni bilishi buningdan bir vasita talab qilinadigan amal. Bir vasita talab qilinadigan amal. Ota-onasi bo'lgan har bir kishining shu ota-onasiga xizmat qilish, beqish, uning ustiga bir vasita taklif qilinadigan amal. Avlod masalasida qu anfusakum va ahlikum nara degan oyat bilan avlodlarga ega bo'lish, avlodlarni yaxshi tarbiyalash, avlodlarga din islom o'rgatish, avlodlarini ilm ma'rifatli qilish ota-onaning ustidagi bir vasita talab qilinadigan amal. Mana bunda farz-i ayn o'zining ustiga o'zi bir vasita qilmasa, mas'uliyatini boshqalarning qilishi bilan ko'tarib bo'lmaydigan amallarni boshqa kishilar qilsa, onun mas'uliyati ko'tariladigan. Qilmasa, u qilmasimi boshqalar qilish orqali o amal qiliqsiz qolmaydigan bundaq amallar cho'qim amallardan farz ayn bo'lgan amal muqaddam bo'ladi, birodarlar. Biz musulmonlar buni bilishimiz kerak. Masalan, bir odamning qarzi var üstümüzde. Bu qarzni biz üzmesek, çünkü onu biz özümüz algandakin özümüz üzüşümüz lazım. Özümüz üzmesek başkalar üzüp koyamaydigan, belki ayalımız, ballarımız üstüge düşüp kalıp, ama olanınki sel karşı bilen kap kalıdığan emellerini kılmasın, başka biz bulmasak mı? Biz kılmasak mı? Bulduğun emellerini ilgili koyup, o emellerini taşlaydıgan ahvallar, bu hem Müslümanlığa iğir bir ahvallar. Müslümanlar, bana bu cihetlerde mi? Farz-ı aynını, farz-ı kufayının aldıda
qo'ymasdan, balkim farzi kifoyani farzi ayn deb tushunilib, amallarning tartibini buzgan, natijada amallarda qalaymaqanchilik kelib chiqqan ishlar bor. İkinci, farzi ayn, farzi kifoyadan muqaddam bo'lish bilan farzi kifoyalarmi farqli, bir-biridan farqlanadi. Men bu yerda farzi kifoyalarning ham farqlanadiganligini bir oydinlashtirishni yaxshi ko'raman. Fa hunaka furuzu kifaya qama biha ba'dun nas. Mana bu yerda farzi kifoyalar bor. Uni ba'zi insonlar qilayotgan. Balkim u farzi kifoyada ishib ketganda, ishib ketish ahvoli bor. Ya'ni boshqalar shuning bilan shug'ullanib, shu ishni qilib, natijada ishib ketgan bir ish bor. Xuddi masalan bir yurtda 100 oila bo'lsa, u 100 oilaning ichida 100 oila turgan yerda muslim oila ehtiyojli bo'lgan ishlardan suv, tuz va boshqa kishilar ehtiyojli bo'ladigan masalalar hal qilinsiz bo'lsa, uningdan bir turini ya say turi, ya oshliq turi yoki yemeklik turini boshqalar hal qilgan bo'lsa, yeni bir boshqalarning shug'ullanishi uni bilan shug'ullanishi lozim kelmaydi. Ama u shug'ullanib qolsa ishib ketadi. Bunda farzi kifoyalar bor. Ve farzi kifoyalar bor, uni yetarli kishilar shug'ullanmagan yoki uni hech kim qilmagan, mutlaqo hech kim qilmagan bunda farzi kifoyalar bor. Mana buni bilib olishimiz lozim. Cho'qim qilmoqchi bo'lsak, mana bugungi kunda kasb tanlash va xizmat tanlash, buningdan keyingi hayotimizda qilishga tegishli ishlarni tanlash masalasida cho'qim musulmonlarning ehtiyoji nadin nagicha, qaysi ishga musulmonlarning ehtiyoji bakroq tushidi. Musulmonlar qaysi ishni qilmoqlik yoki nol holatida yoki 50%lik holatida yoki o musulmonlarning ehtiyojidan eshib ketdi, buni bilib qilishimiz lozim. Masalan, İmamul G'azzolining zamonida o kishi o'z zamonidagi kishilarni ayblagan. Nimishqa ayblagan? Annahum takaddasu fi talabil fiqh. O zamonidagi kishilar, ya'ni ulamalar fiqh o'qish, usulul fiqh, qavoidul fiqh o'qishga to'plashib olgan. Vaholanki uni o'qish farzi kifoya edi. Çokum bir yurtta bir kishi o'qisa bo'tdi. Shu vaqtda ular yana bilak farzi kifoyada yuch qoldirib qo'ygan ular. Boshqa tarafda masalan tibobat ilmiga o'xshash, doktorlik ilmiga o'xshash, hatto bir shahar bor. O shaharda 50 faqih bor, 50 olim bor, 50 qorim bor. O shaharda faqatla ahli zimmiden bo'lgan bir tal doktor bor. Yani dini yok, dinsiz. Müslümanların eminlik birişi bilen yaşayotgan bir doktor bor. Dunyovilik doktorlukning zürür bilişi bilen bir. Ve doktorlukning şer'i hükümlerge münasebeti, dini işlerge münasebeti batırıqlığın. Her qanday bir doktorlukka şeriatning hükümlerimi kelib bağlanıdı. Mesela bir insanның kisal bo'lib qolsa, namazını yürütürüp o'qishi ya o'qimasligi, yani o'ltirib o'qishi yoki ro'za tutish, tutmasligi. Agar ro'za tutgan bo'lsa, shu ro'za tutayotgan kishini ro'za tutgan vaqtda kisal bo'lib qolsa, davolash va davolamaslik masalasi. Bu ishlar cho'qim doktorlikqa munosabatli ishlar. Hatto bir bemor bo'lib, uni davolash va davolamaslik masalasida
Masalan, iyada bir dinsiz doktor ba, Müslüman doktoru yok. Yoki uning avratlarini hammani ochiq oshkora ichib qo'yib davolaydigan yoki unda davolamaydigan mana bu shunday masalalarda chuqur birinchidan fatvo berish uchun, hukm chiqarish uchun, o masalalarning bo'ladigan va bo'lmaydiganligini ayirish uchun o doktorning bahosiga, doktorning diagnoz va yakuniga munosabatli ishlar. Mana bu shunday ishlarda doktor ishonchlik, sog'lom, ilmini yushamaydigan bo'lishi lozim. Shunga bir yurtda 50 olim bor, bir yurtda 50 qorim bor. Ya olimning ichidami tafsir shunos bor, fiqh shunos bor, aqida shunos bor va boshqa sohalar bor. Ammo o yurtning musulmonlari boshqa ijtimoiy, iqtisodiy va dunyovilik sohalarda, kasblarda mutlaqo o'rgatadigan o'rgatuvchi muallim yo'q, tarbiyalaydigan tarbiyalovchi yo'q va o sohalarda yetishgan ixtisos egalari yo'q bo'lib qolsa, cho'qim o shaharning ahlilari hammasi gunohkor bo'ladi. İlla şu Müslümanların ihtiyacını hal qiladigan kishi bo'lganda bu mustasno. Hiçbir kişi shug'ullanmagan farzi kifoya bo'lsa, bunun bilan shug'ullanish ba'zanlar shug'ullangan farzi kifoyadan avlaroq bo'ladi. Hech qanday adam qilmaganni ba'zanlar qilayotgandan ba'zanlar qilayotgan ishdan qilish bakroq avlo bo'ladi. Agarcha o hojatni qamdayolmasimi, endi ba'zanlar qilgan bilan taqa hojatni qamdayolmag'liq. Masalan, bir yurtda bir saychidan birisi bor, say terib o'tiqliq. Uning tergan saylari şu yurtning xalqini qamdayolmag'liq. Bunda bo'lgan bo'lsa, yeni birisini kelib, voy avu tergan say, ma yurtdagi musulmonlarning saychiligini qamdayolmadi, men saychilik terayadimi? Cho'qim yeni bir masala boshqa yurtdagi azon bo'lgan saylarni ekilishdan iborat bu masalani hal qilish lozim. Yeterlik bo'lmagan kishilar onun bilan shug'ullangan farzi kifoya, bunun bilan shug'ullanish yeterlik kishilar shug'ullangan, balkim hojatdan ortiq kishilar shug'ullangan boshqa farzdan avlaroq bo'ladi. Boshqalar qamdab ketiglik hojatni onun bilan shug'ullanmasimi bo'ladigan bu farzi kifoya bilan shug'ullangandan yeni boshqa kishilar shug'ullanmagan yoki shug'ullangandimi to'liq yetarli bo'lmagan bu taraflarni hal qilish va bunda farzi kifoyalar bilan shug'ullanish bu avlo va afzal bo'ladi. Demak, musulmonlar o'zining har bir ishlarini shariatning ko'rsatmasi va shariat talab qilgan talab bo'yicha qilish kerak. Foyda qo'g'laydigan, manfaatni birinchi o'rinda qo'ydigan, ya o'zimizning masalasi hal bo'lsa-ham bo'ladi deydigan bu xil holatda emas, qilmoqchi bo'lgan ishining o'zi atrofidagi musulmonlarga bo'lgan, diniga aloqador bo'lgan taraflarini yaxshi o'ylanib, bir mahallada 10 tal talla bozori bo'lsa, o bozor oqqan bo'lsa 11-sini ochaman. 10 tal oshxona bo'lgan bo'lsa, obdan sodisi yurishgan bo'lsa, men uning 11-sini ochaman demasdan, bu yurtda musulmonlarga ehtiyojli, boshqalar shug'ullanmagan, bu sohaga kirmagan, ammo musulmonlarga bu qolsa ya zurriyat nuqsidan bo'ladigan yoki ularningki turmush saviyasini yaxshilaydigan tarafdan bo'ladigan, bu tarafga foydaliqkan degan ishlarni tepib va shuni izlab
qilish bu musulmonlarga avlo, afzal va muhim bo'ladi shar'iy nuqta tarafdan. Mana shunda qilgan chaqda musulmonlarning jamiyati, musulmonlarning yurti, musulmonlarning hamma ishi to'liq hal bo'ladi. Musulmonlar buning bilan o'zining o'z hurligiga erisha oladi. Davomli boshqalarni to'raydigan, boshqalarga agishadigan emas. Bir yurtda maktab ochishning savobi yuqori bo'ldi deb birisi maktab ochib yana birisi uning keynidan yana shuni qilgan. Ammo o maktabning chiqimlarini qilolmagan, ya uningda o'qiydigan bolalar, ya o'qiydigan o'quvchilar bo'lmagan. Bunda vaqtda yana boshqa bir ishni qilish musulmonlarga avlo va muhim bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda farzi kifoya zayd ya amrdan iborat kishilarga farzi ainga aylanadi. Farzi kifoyami farzi ainga aylanadigan vaqtlar ham bor. Chunki u zayd yoki amriga lam o ishni qilish salohiyat iqtidorlari jug'lashgan va uning qilishini talab qiladigan omil mavjud bo'lgan va uning qilishidan to'sadigan ish bo'lmaganligi uchun uning ustiga farzi kifoya bo'ladi. Xuddi bir shahar odamlarga fatvo beradigan faqihga ehtiyojli. Ulam fiqhini o'rgangan yoki ulam fiqhini hosil qilishga qodir. Masalan bir yurt var. O yurtda onun o'qig'ini fiqhni o'qidi. Bu yurtda uningdan boshqa fiqh sohasida yetishgan, fiqh sohasida mukammal tarbiyalangan bir kishi yo'q. O gerçi fiqh farz kifoya bo'lsa-mi, usulul fiqh farz kifoya bo'lsa-mi, qavoidul fiqh farz kifoya bo'lsa-mi, yoki ulumut tafsir Qur'on farz kifoya bo'lsa-mi, yoki ulumul hadis, usulul hadis farz kifoya bo'lsa-mi, ammo shu ilm bilan shug'ullanadigan shu yurtda shu kishidan boshqa kishi bo'lmasa, o vaqtda u kishining ustiga shu ilm bilan shug'ullanish farzi ainga aylanadi. Uning o'xshash muallim, xotib, doktor, injener, har qanday ilm ya hunar egasi uningga insonlar ehtiyoj bo'lgan, u boshqa insonlar ega bo'lmagan, u ega bo'lgan bunday kishilarning ustiga farz ayn bo'ladi. Mushuning o'xshagan u tehi muayyan askariy tajribaga ega bo'lsa, musulmonlarning armiyasi u kishiga ehtiyojli bo'lsa, uningdan boshqa kishi uning o'rnida turamasa, u kishiga o'zini bu xizmatni ado qilish uchun atash taqdim qilish vojib bo'ladi. Demak, farzi kifoyalarning ba'zi vaqtda farzi aynga aylanadigan bir ahvoli bo'ladi. Xuddi bir odamning 10 bolasi bor. 10 bola buning qaysi ota-onasida boqsa bo'ladi, ota-onasi hayvonsa bo'ladi. Ammo o ota-ona 10 bolaning hammasidan ayrilib bir kun qo'lda qolib qolgan vaqtda u cho'qim shu kishining ustiga muayyan bo'ladi. Yurtda bolalar bor, savodsiz, yoki xalq bor, ongsiz, yoki kasallar bor, doktorsiz, yoki nurg'unlagan sohalar bor, injener va mutaxassissiz. Bu yerda birli doktor bor, yoki birli xatib bor, ya birli muallim bor. O muallimning shu kishilar shuning ehtiyoj bo'lganligi uchun o ish bilan shug'ullanishi uning ustiga farz aynga aylanadi. Musulmonlarning ehtiyojini qamdash va musulmonlarning masalasini hal qilish uchun. Demak, musulmonlar mana bu amallarda qattiq ahamiyat berishi va bu amallarga ko'ngil bo'lishi lozim. Bizning yurtlarimizda nurg'un ishlar
bazı ziyon tortadigan tijorat qilg'il tursa, bir tijoratdan birisi foyda olsa, hammasi shu tijoratni qiladigan, natijada hammasi o tijoratni qilib vayron bo'ladigan. Bu vaqtda unda tijorat bilan shug'ullanish boshqalarga gunoh bo'ladi. Chunki u hojatdan eshib ketib, boshqa savdosi yaxshi oqqan, tijorati yaxshi bo'lgan kishilarni ziyoniga uchratish sabab bo'lib qolsa, u kishining uning o tijorat bilan shug'ullanishi gunohkor bo'ladi va cheklanadi. أولوية حقوق العباد على حق الله المجرد. Bendilerinin hakları Allah'ın nukul hakkıdan muhim ve aldınqı urunda koyulduğanlığı. Yani hak içinde iki hak var. Allah'ın hakkı, insanın hakkı da bir hak var. Mutlak Allah'ın hakkıdan insanın hakkı çokum aldınqı urunda koyuludur. Ve insanın hakkını ada kılış, insanın hakkını biriş Müslümanların üstüne düşüdür. İzâ kâne ferzul ayn mukaddem ala ferzil kifâye, ferz-i ayn, ferz-i kifayedin mukaddem bulup de, ferz-i aynle öz arasında hem ferz ile farklılık bulup da şunun için biz şeriatni nurgun hükümleri de bendelerinin haklarına alakadar bo'lgan haklarni qattiq ta'kidlaganligini ko'rdik. Masalan, Allah subhanahu va taoloning haqqiga alakadar bo'lgan farz-i onunda keng qo'saq bo'lish mumkin. Bendelerinin haklarına alakadar bo'lgan farz-i aynning xilofi bilan. Yani Allah Teala'nın hakkı tesamuh üstüge kurulgan. Allah Teala özünün üstüdeki hakkını qanday qiladi? Xolisa jazolaydi, xolisa afv qiladi, xolisa hisobini oladi, xolisa o'tib o'tadi. Allah'ın özünün üstüdeki hakkı, yani Allah Subhanahu ve Taala'nın bendeler üstüdeki halis hakkı, bu rahmet üstüge kurulgan, si'a kengülçülük üstüge kurulgan, tesamuh keng qo'saq buluş üstüge kurulgan. Ama bendelerinin birisi üstüdeki hakkı çokum onu eliş ve onu sürüştü kılış üstüge kurulgan. Eğer bendeler birisi tecavüz kılsa, birisinin hakkını yap kesse, o vakitte Allah Teala bendelerinin hakkını adalet bilen birbirinin epbiriş üstüge kurulgan. Şuna farz-i ayn farklandigini dek, bu farz-i elinin içinde Allah'ın hakkını farz-i ayn, bendelerinin hakkını ada kılış bu farz-i ayn. Ama Allah'ın hakkıdan ibaret farz-i aynni, bendelerinin hakkıdan ibaret farz-i aynning aldığı koyuvagili bo'lmaydi. Hakikaten ulamalar munda dedi. İnne hukukallahi Teala mebniyetun alel musahama. Şek şüphesiz Allah'ın hakları keng qo'saqlik üstüge kurulgan, bendelerinin hakları cidel majra üstüge kurulgan. Bendeler birbirinin hakkını alaman deb uruşidigan, so'qishidigan, tillishidigan, aziyat berishdigan bunda üstüge kurulgan. Allah keng qo'saq, afijan. Çünkü Allah bendelerine ihtiyacı yok. Vallahu ganiyyun anil alamin. İhtiyacı yok. Allah'ın ihtiyacı bo'lmaganligi uchun bendelerinin ixlosi, niyetini imtihan qilish uchun Allah Teala bendelerge haqqı atgan. Şunun için mesela hac farz bo'lsa, qarzni ado qilish farz bo'lsa, haqiqatan qarzni ado qilish hac qilishdan oldida qo'yiladi. Şunun için Müslümanға hacga berish to'g'ri bo'lmaydi, o'zining qarzini ado qilganga qadar. İlla sharti bor, biroq u haj qilguchi qarzning egisidan ruxsat so'rasa yoki qarz muddati
kechiktirilgan bo'lsa, o kishi o qarzni o'zining qarzni uzishga iqtidori borligiga ishonsa, o chaqda bo'ladi. Mana bu bir odamning ustiga haj farz bo'ldi. Uning ustida qarzmi bor? Bunda chaqda haj Allohning haqqi. Qarz bandaning haqqi. Bandaning haqqini qo'yib turib, Allohning haqqini ado qilish to'g'ri emas. İlla bandadan so'rashi kerak. Ma pulni sizga beray. Debdim, ammo mening haj yo'lim eshitib qoldi. Hajga bormasam bo'lmaydi ekan. Shuning uchun siz bir ruxsat qilamsiz, kelib uzib bersam desa, tamam ruxsat qildim desa bo'ladi. Yoki qarzning vaqti bor, 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik vaqti bor. Men hajni qilib o'tib, vaqt to'shab bo'lg'uchilik bu pulni uzib bo'la olayman deganga ishonchisi bo'lsa, u vaqtda basa bo'ladi. Mana Allohning haqqi bilan bandalar o'rtasidagi haqni tunib olishimiz lozim. Bugun musulmonlar bu haqda nihoyatda igiz, ya'ni qalaymaqonchiliklarni tug'diryapti. Nurg'unlig'allar oila haqqini vayron qilyapti. Nurg'unlig'allar kishilarning haqqini vayron qilyapti. O'sha amallarni yaxshi tunamagan, yaxshi bilmaganligi uchun kishilarning haqqini vayron qilyapti. Qarzni bermay, qarzni uzmay qochadigan, o'zining oila bolalarining haqqini berib bermay, uni uzmay qochadigan, bolalarning tarbiya haqqi, bolalarning nurg'unlagan haqqlarini bermay qochadigan, o'zining ustiga tushgan haqlarni ado qilmaydigan. Xuddi bir kishining kechasi qiyom qilib, kunduzi ro'za tutib, Alloh taologa yaqinlashimi deganidan, o'shunday qilish orqali oilasini qiyinchilikka qo'ygan, iqtisodiy jihatdan qistig'an va ularning hojatini, ularni boshqalarga muhtoj qilgan bo'lsa, bu gunohkor bo'ladi. Chunki uning ishlashi, uning oilasini beqishi, uning tijoriy yo'l bilan turmushini qamdishi o farz. Bandalarning haqlari ahamiyatli bo'lganlik uchun bu yerda bo'libmi iqtisodiy haqlar, moliy haqlar bak ahamiyatli bo'lganlik uchun Alloh yo'lida shahid bo'lish, hamda o shahid bo'lish musulmon o'zining Rabbiga yaqinlashish uchun talab qiladigan ishning eng yuqorisi. Bu shahid bo'lishmi bandadan qarzni soqit qilinmaydiganligiga sahih hadis keldi. Sahih hadisda yughfaru lish-shahid kullu zanbin illa ad-dayn. Shahidning hamma gunohi kechirim qilinadi, biroq qarzi deb kelgan. Yeni bir hadisda bir kishi munda dedi: "Ya Rasululloh, deb bering, agar men Alloh yo'lida o'ltirilsam, mening xatoliklarim kafarat qilinamdi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq dedi: "Agar sen Allohning yo'lida o'ltirsang, nima? O'ltirilsang, vaholaniki sen sabr qilinglik, oldin qilan meng'iglik, keyninga qochmag'lik, ya'ni jangda oldin qilan meng'iglik, keyninga qochmagan holatida mazmut turib o'ltirilib qolsang" deganni shart etdi. O keyniga yenib, qechib, yushirinib, bunda holatda ketib qolsa, uning fazilati o'ziga loyiq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda dedi: dedi Resulullah, nima dedin? Kayfa qultu degan, qanday dedin, nima dedin? Hele qadam sualini qaytidin dedi. Resulullah, Resul Karim javobni qaytidin berib, uningga illatdayn deganni qatib qo'ydi. Faqat qarz. Endi jazman Jibril alayhisalom menga buni hozir dedi. Buningdan bu hayron qolayliqroqi payg'ambar alayhisalomning subhanalloh degan so'zi. Nima Çüygüzülümde qarzning haqqida chinitishdan. Mening janim uning qo'li bilan bo'lgan zot bilan qasam, agar bir odam Alloh yo'lida o'ltirilsa, oningdan keyin tirildirilsa, o'ltirilsa, ondan keyin tirildirilsa, o'ltirilsa, uning ustiga qarz bo'lsa, u kishi qarzni ado qilmagunga qadar jannatga kelmaydi dedi. Mana bu nima degan chinitish, nima degan qattiq muomala qilish bu deb Rasululloh o'zi bayon qildi. Demak, mana bu hadis yana Allohning xos haqqi bilan
bandalarning haqqining o'ttirisida agar tanlash kelsa, bandalarning haqqi Allohning haqqidan burun o'rnida turadi. Va Allohning haqqini uzishdan bandalarning haqqini uzish muhim o'ringa o'tadi. Kishilar oila haqqini, ayollarining haqqini, bolalarining haqqini, shundaqla o'zining ustidagi qarindoshlarining haqqini, bo'libmi iqtisodiy haqlarini bermagan holatida o'zi Alloh yo'lida jihad qilaman deb jihad qilgan bo'lsa, u yana gunohkor bo'ladi. Chunki Allohning haqqi, jihad Allohning haqqi musulmonga farz qildi. Alloh taolaning rizoligi uchun qilindi. Hicret Allah Teala'nın hakkı, Allah'ın rızalıq için kılındı. Ve başka ameller Allah'ın hakkı, Allah'ın rızalıq için kılındı. Ama o bende bilen bendinin otuzluk hak. Bende bilen bendinin otuzluk hakkını ada kılmay turup Allah'ın hakkını ada kılaman dese o günahkar bulup kalıdı. Bu şunun misali olcu ganimetten hıyanet kılgan kişi. Bana o Allah yolda. Yani cihatta ganimetin özü için aldı. O ganimet askerinin hakkı. Ganimet askerinin hakkı. Bütün kişilerin hakkı. O mücahit. O cihat kıldı. Ama hıyanet kıldı kişilerin hakkıga. O hıyanet kılgan olsa o kıyamet günü Allah'ın azabı uçraydı. Eğer o kolunu olcu ganimet meleki sunsa, o olcu ganimet melek taksim kılıştın burun. Gerçi o kolunu sunup ağan neyse, erzemes neyse bolsa mı, onun o ağallıkı o kişini cihatın fazliden, mücahitinin ecriden mehrum koydu. Eğerçe öldürülünse, yani şehit kılınsa, onun şehadetinin şerefiden, şehitinin ecriden mehrum koydu. Eğer kapkagan bolsa, gazılık ecir, yani mücahidlik ecirden mehrum, cihatının faziletinden mehrum, ölüp, şehit olup ketken bolsa, şehitinin şerefiden mehrum ve şehitinin ecirden mehrum oldu. Çünkü o kişilerin hakkını hıyanet kıldı. Aldı da o, hakkının hakkını yutup aldı, yevaldı o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin olcu ganimetini başkuruduğun bir adam beydi. Sakal degen ganimet degen buludu. Yani bu iğir yük boğallık için sakal deyilgen. Onu kerkere deyildi, o kişi ülep gitti. Olcu ganimet saklaydıgan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişi dozakta dedi. Ola bu adamını nime üçün dozakta buluduğandı dep o adamның ahvalıga qaragıla badı. Neticede ola hıyanet kılgan bir tonni tepki aldı. Ola şu olcu ganimetni saklan desa o taksim qilishdan burun olcu ganimetga hıyanet qilgan. Demek zakat musulmonlarning haqqi, sadaqa musulmonlarning haqqi. Demek musulmonlarning umumisining haqqi kimga tutquzilsa, kimning qo'lga berilsa, o kishi o haqqdan yengnining uchichilik bir narsani elish huquqi yo'q. Eğer onu ele olsa, o onunla hıyanet kılgan buludu. Mesela bu talipnin hakkı, bu medresenin hakkı, bu bir Müslümanların hakkı, dep, bunu bir falanı yagi yetkizip besle, bunu manda işlağı işlesle, bunu bir fisebilillah ma hizmetini kısla dese, o açgözlük kılıp, nefsi yamanlık kılıp, özüdün petvanı çıkarıp, bunda işte men mi qilib o'tiqliq, talib o'qigan bo'lsa men o'gitib o'tiqliq, o xizmatni qilgan bo'lsa men uningdan bakroq xizmatni qiliqliq, men bu uning ahli mushuninga loyiqman deb halollab yeb olgan bo'lsa, u xiyonat qilgan bo'ladi. Buni sahobalardan bir kishi Xaybar g'azotida vafot topdi. Ular bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söz dedi, haber vafat taptı deb. Peygamberim özanlının kardeşinin namazını özanlı tushiribanglar dedi. Şunun bilen kişilerin yüzleri bu gapni anlap
o'zgarib ketdi. Ya'ni chiroylari sag'rib ketdi, qo'rqib ketdi. Nima degini bu Rasulullohning? Nimishqa bundaq deydi? Zodi bir masala bor buningda. Bo'lmasa Rasululloh namozni o'qib ketdi deb. Payg'ambarim dedi, sizlarning sohibinglar Alloh yo'lda u jihatda xiyonat qildi. Shuning bilan kishilar uning narsa keraklarini izladi. Ular u narsa kerakda Yahudning munjaqlaridan bir munjaqni, ya'ni bir marjanni topdi. Bu bir 2 tangaga barobar kelmaydigan. Ya'ni 2 qo'yga, 2 liraga teng kelmaydigan bir tal marjanni elib olganlik uchun Payg'ambar alayhisalom namoz o'qimadi. 2 dirham uchun Payg'ambar alayhisalom uningga namoz o'qishdan yuz o'rdi. Bu umumning melini az bo'lsin yo ko'p bo'lsin ta'ma qilishdan bakroq to'sin deganlik uchun. Demak, bu umumning meli u vaqtda bir odamning meliga xiyonat qilmaydi. 10 odamning meli bo'lsa, uningmi shu 10 odamning melining ichida bir ulushi bo'lsa, u o'zining 10 odamning ichidagi maldan ulushini taqsim qilib olmay xiyonat bilan olgan bo'lsa, u qilgan xiyonat 10 odamga bo'lgan xiyonat, u bir odamga bo'lgan xiyonat emas. Demak, musulmonlar amallarning tartibini bilishimiz lozim. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi, dedi Abdullah ibn Abbas, "Menga Umar radhiyallohu anhu so'zlab munda dedi, Xaybar kunisi bo'lgan chig'ida bir ushum kishilar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ashablaridan kelib munda dedi, faloni shahid, tukuni shahid. Hatto ular bir odamning qishdan o'tib, ular faloni shahid dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ya men onu davzaxda ko'rdim" dedi. Ya'ni bir tonning sababi bilan u xiyonat qilgan, u shu tonni, u shu xiyonat qilganning tonning sababi bilan davzaxda ko'rdim. Aningdan keyin dedi Payg'ambar alayhisalom, yana bu davzaxda ko'rishning sababini bir xiyonat deb Rasululloh bekitdi. Ey Xattobning o'g'li, berib odamlar ichida nido qilgin, jannatga faqat mu'min kiradi dedi. Demak, xiyonat iymonni kamaytiradigan, iymonni oz qoldiradigan amallarning birisi. Rasululloh ammo mu'min qanday qiladi? Xiyonat qilmaydi. Chunki men o'lib qolsam, Allohning oldiga borsam, ma dunyoda insonlardan saqlanaman, insonlarning ko'zidan qochaman, ular bilmay qola, ammo Allohning oldiga borgan vaqtda hamma narsa oshkor bo'ladi degan kishi xiyonat qilmaydi. U iymon xiyonat qilishga qo'ymaydi. Demak, bu yerdagi iymon ojiz iymon, bu ojiz iymon bilan jannatga kelmaydi deb Rasululloh bayon qildi. Mana bu hadislar nimaga dalolat qiladi? Haqiqatan bu hadislar kishilarning haqlarini katta, cho'ng bilishga dalolat qiladi. Bulukmi iqtisodga aloqador bo'lgan haqlar. Bu xos bo'lsin, ya'ni bir odamning haqqi bo'lsin, yo am bo'lsin, bir jamiyat, jamoat, davlatning haqqi bo'lsin. Shuning uchun uni halollamay elish to'g'ri emas va uni botil bilan yeyishmi to'g'ri emas. Agarcha ozgina bir narsa bo'lsa-mu, chunki muhimi bu yerda prinsip muhim. Kimki ozni elishga jur'at qilsa, u kishi jiqni elishga jur'at qilishga yaqin bo'ladi. Kichigi degan cho'ngga so'raydi. O'tning cho'ngi kichik uchqunlardan, kichik uchqundan o't chiqadi. Kichik ishni qila olgan odam cho'ngini qila oladi. Shuning uchun muhim masala bu yerdagi prinsip masalasi. Oz bo'lsa-mu, o am cemiyet buluşu mümkün, cemaat buluşu mümkün, devlet buluşu mümkün. Çünkü devlet mi? Umumның. O bütün xuddi bir 10 dana balısı var bir öy, bütün dadınınlam emas, anınınlam emas ve o 10 balınınlam emas, umumi şu aile azalarının üyü. O öyünü yıkış, öyünü buzuş, öyge ziyan seliş ve öyünü öyge eskilik qilish, o xiyonat o.
Şunun için Müslümanların devleti, cemiyeti, cemaatinin mülkü olsa, onun az ve köp olsun hıyanet kılış, bu ağır cinayet. Bu umumның hakkı, hasның hakkını Allah Subhanahu ve Taala'nın hakkıdan mühim urunda koyuş ve bu hakkı Allah'ın ehemmiyet veriş lazım. Ve hemmesi farz ayn. Allah'ın hakkını üzüş farz ayn. Kişilerin hakkını üzüş farz ayn. Ama Allah'ın hakkı Allah halisi ötüdü. Bendelerin hakkı bendeler ötmeydi. O tutup kalıdı. Şunun için bendelerin hakkı kişilerin hakkının aldığı koyuluş gerek. Bugün cemiyetke karaydıgan bolsak, Müslümanlar bu sahada bendelerin hakkını tunumugan, bendelerin hakkını düşenmegen bir Müslüman Allah'ta ibadet kılıdı yaxşı. Ama vədisi tumugan. Yani iktisadi cihette vədi kılsa, o vədide tumugan. Bir Müslüman Allah'ta ibadet kılgılı mescide kiridi. Ama mescidden kişilerin ayığını uğurlaydıgan. Bir Müslüman kişiler bilen ötünü yerim kılıdı. Onunla hıyanet kılgan. Mana bu işlerin hemmesi Allah'ın hakkı bilen bendelerin hakkını turumuganlık veya ki onun kayısının çok hak ekenligini his kılmaganlık. Allah Subhanahu ve Teala hemmimizni to'g'ri yo'lda qo'ysin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.